qisqartirishga turli asl motorni NF bog'liqlik grafini Rahmat Mondi Hindiston bosh vaziri filmlari bular turizmlashtirib ketyapti. Buni alt chiqishidan kosinus fi dasturiga qildik. Nima bo'lyapti? Undan keyin 3A dan 2ga oxirgisini oxirgi liniyani 3A dan L3 ga uradik. Undan keyingisi ba'zida out 2 dan chiqishdi. Uni ham motorni birga uradik. Undan keyingisi kosinus finikini uni birga uradik. Oxirgisi out 3-ni yog'dagi va oxirgisini bir-biriga tutashtirib qo'ydik. Nima edi buni? Ampermetr. Biz buni ampermetr kosinusini kirishiga bo'ldi. Ampermetrni o'lchash uchun. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa, in kirishdan motorning tezligini o'lchashimiz uchun bunisiga undan keyingisini voltmetrni o'lchashimiz uchun u birda bunisiga quladik. Bo'ldi. O'ttirib olmaylik hozir. Yuklab qo'yamiz.